Surxondaryoga turmushga chiqqan edim. 6 oy yashab, keyin kasal bo'lgan, jigar sirroz bo'lganimdan keyin doktorga kundoshim bilan birga doktorga borgandim. Jigar sirroz ekanini uyimga ketib doktor tekshirdi. U meni uyimga Samarqandga tashlab ketdi. Hozir 3 yildan beri ota-onam bilan birga yashayman. 6 oy yaşadingizmi? Ha. Surxondaryoda 6 oy yashadim. Birinchi gruppa nogironli edi u. Siz tekkan odam birinchi gruppa edimi? Ha, ko'z ko'rmaslik yetalab yurardi. Qonuniy ajrim bo'lganmi? Ha, ajrim bo'lgan. Zaks qog'ozimiz yo'q der. Necha yil bo'ldi ajrashganingizga? 3 yil bo'ldi. Necha yoshgacha turmushga chiqmoqchisiz? 45, 50 yoki 47, 55, 60 bo'lmaydimi? 60 katta yo'q. 55 chi? 50 desa bo'ladi.